Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli buxgalterlar. Hammadan avvalambor jamoamiz nomidan uzr so'rab qolamiz. Uzr so'rab qolaman, chunki orada deyarli 3 oylik juda katta tanaffus bo'lib qoldi bizada. Ishimiz bilan bog'liq muammolar sababli o'shaning uchun onlayn bepul darsliklarimiz ozgincha orasi uzilib qoldi. Xo'p, gapni ortiqcha ko'paytirmasdan bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz Adines dasturida, ya'ni Adines 8.3.0 redaksiyasida korporativ karta orqali xarid qilingan tovarlarni chekka qarab bazaga prixod qilish, ya'ni bazaga kiritish. Xo'p, birdan boshlaymiz. Buning uchun nima qilamiz? Avvalambor korporativ karta orqali nimadir sotib olish uchun avvalambor korporativ kartaga pul chiqqan bo'lishi kerak. Biza oldingi darsliklarimizda mana bu Vipska orqali korporativ kartaga pul chiqarilganini ko'rib chiqqan edik va uni hammaga qulay bo'lishligi uchun yana bir bor eslatib o'tamiz. Xo'p, Vipskani ochib olganimizda mana bunaqa operatsiya so'radi. Misol uchun bankni debiti, bizning kreditimiz bo'ladi. Sanasi qo'yamiz. Misol mana пополнение korporativniy karta deyapti. Bu operatsiya shuni ma'lumki, korporativ kartaga pul chiqyapti расчетный счетdan. Nima qilamiz? Mana bu joyda vid operatsiyada перечисление под отчетному лицу degan anaqa bor, operatsiya bor. Sanani qo'yamiz. Keyin получатель. Misol uchun kimdirlarda direktor nomiga olingan bo'ladi, kimdirlarda o'zini spetsialniy shu bilan ishlaydigan odam nomiga karta olingan bo'ladi. O'sha odam javobgar bo'ladi. O'sha odamni belgilab ketilishi kerak bo'ladi. Misol uchun mana belgilandi. Summani belgilaymiz. Shoti har doim 42.30 shotiga olib boriladi. Shot расчетов esa 69.70 shoti bo'ladi. Va bu joyga kommentariyasini tashlab qo'yamiz mana назначениясini. Провести и закрыть. Va debit kreditiga qaraganimizda bu yerda mana 51.10 dan 42.30 ga, ya'ni avans bo'lib 10 million so'm o'tyapti. Endi oddiy soda tushunarli bo'lishi uchun nimadir tovar yoki mahsulot, benzin, materialni sotib olganimizda shu 10 million so'mdan kamayadi, bizga o'sha benzin prixod bo'ladi misol uchun. Bu amaliyotni qanday qilamiz? Misol uchun bizga mana bunaqa chek olib kelib beriladi mana. Misol shu sanada mana shu sanada sotib olingan tovar, hop. Korporativ karta orqali olingan hosini prixod qilishini ko'rib chiqamiz. Mana chek. Men buni qulay bo'lish uchun skaner qilib PDF qilib olganman. Menimcha hammaga tushunarli. Обычный chek. Mana bu joyda QR kodi bo'ladi buni. Endi har qanaqa muammolarni oldini olish uchun to'g'ri tushunasizlar, QR kodini bekitib qo'yganman. Xo'p, nima qilamiz? Bu yerda mana operatsiya bo'ladi mana. Sklad degan mana bo'lim bor. Sklad bo'limiga kiramiz va bu yerdan biz покупка по корпоративной карте degan bo'limga kiramiz. Создатni bosamiz. Xarid qilingan sana, misol uchun 25.03.2025 подразделение har doim основной подразделение tanlanadi va ko'ramiz bu yerda bizga nima olib kelinyapti. Mana bu kontragentdan bizga avtobenzin AI92 markali prixod qilamiz. Tovarga kiradi bu. Yozamiz benzin AI92 marka AI92. Agar ba'zilarda benzin bo'ladigan bo'lsa, sazdat qilib o'tirmaysizlar. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, yangi material qilib sazdat qilishiga to'g'ri keladi. Bizda oldin bo'lganligi uchun shuni o'zini belgilab ketamiz. Количествоsi 31 litr 429 grammi millilitrmi nimadir xolos. Va yana bitta e'tibor beradigan joyimiz bu ana shtuka qo'yilgan. Bu litrda turishi kerak har doim. Единый измеренияsi litrda turishi kerak bo'ladi benzinniki. Xo'p, keyin mana bu yerda xatolik qilingan, yana tovar emas, bu har doim tepливо. Tepливо anaqasi bo'limda turadi. Tepливо bo'limda turadi. Va bitta e'tibor beradigan joyimiz, bizani chek olib kelinganda may soliqdan registratsiyadan o'tkazish. Bu narsaga отдельно darslik chiqariladi hali. Registratsiyadan o'tkazish. Buni ma'nosi nima desanglar, chekki biza may soliq
may 3 soliq dan registratsiyadan o'tadigan bo'lsak, misol uchun mana xaridimizni NDS mana NDS 12%. 330 minglik xarid bo'lgan, shuning ichida 35 ming so'm NDS turibdi mana. Agar biz buni may soliqdan ro'yxatdan o'tkazadigan bo'lsak, mana shu 35 ming so'm bizning firmamizga zachotga o'tiradi. Ya'ni bizning firmamiz 35 ming so'm NDS kamroq to'laydi. Mana shuni chekka ro'yxatdan o'tkazadigan bo'lsak. Ba'zi firma uchun bu 35 ming so'm ko'p bo'lishi mumkin, ba'zi firma uchun kam, lekin zachotga olib qo'ysanglar yaxshi, zarar qilmaydi. Xo'p, hammamiz uchun metka belgilab ketadi. Chekka misol uchun 1S qilib qo'yganmiz. Biz 1Sga kiritilgan yokida registratsiya qilib qo'yilgan. Bu may soliqdan registratsiyadan o'tgan. Hamma uchun bu lifehack. Keyin yana chekka anaqa qilayotganinglarda, misol tekshirayotganinglarda shunda qaraysizlar, da registratsiyadan o'tgan ekan yoki adresga kirgan ekan. Shunda ko'rib ketaverasizlar. Xo'p, gapni ko'paytirmaymiz. Benzin mana yozdik. Miqdorini yozdik. Va bu yerda mana bunaqa joy bor. NDS summa yoki NDS sverxu bo'lib turadi. Bizda NDS summa qilib qo'yganmiz, qulay. Buni ma'nosi nima? Mana bu 360 ming yozadigan bo'lsanglar, Segosda ham 360 yozadi va NDS ni o'zi belgilab ketadi. Agar NDS sverxu turadigan bo'lsa, mana bu yerga bez NDS sanasini yozsanglar, NDS ustiga qo'shib, mana bu yerda общий summasini chiqarib beradi. Bu ozgincha ishimizni ko'paytirib qo'yadi. Shuning uchun biz NDS summa qilib qo'yganmiz. Xo'p, narxini belgilaymiz. 330 ming so'm. 330 ming so'm narxini yozamiz. Albatta biz registratsiya qilganimiz uchun NDS qo'yamiz. Поставщик mana поставщик Less and Group MCJ. Albatta поставщик ham yozib ketish kerak bo'ladi. Innisini yozsanglar 300 628 mana o'zi chiqarib beryapti. Agar yo'q bo'lsa, buni bilamiz biz. Shu faktura kiritish degan darslikda ko'rib chiqqandik. Shuni innisini zaполнить qilsanglar, rekvizitlarni to'ldirib beradi. Benzin har doim 10.30 ga boradi. Teplova. 44.13 NDS zachotimiz 44.13 ga boradi. Avansimiz va дополнительно degan joyda shot расчетовga yaxshilab e'tibor berib qarab turasizlar. 42.30 tanlanadi, asosiy shot tanlanadi va boya ko'rgan bo'lsanglar, kimni nomiga pul chiqqan bo'lsa, xuddi o'sha odam nomiga tanlanadi. O'sha odam tanlanadi. Shunda sizlar провести-ni bosganinglarda va debit kreditga qaraganinglarda 42.30 dan 10.30 ga mana 330 ming so'mlik narsa kelyapti mana. Ya'ni boyagi 10 million avansdan 330 ming so'mlik 10.30 benzin kelyapti mana. Vot, ma'no qayerda shotlar bilan ishlash ma'nosi. Agar sizlar etga 40-30 yozib, shotni yozib, betga misol 60-10 shotni yozib qo'yadigan bo'lsanglar, shot bir-biri bilan umuman yemaydi va buxgalteriya balansi to'g'ri kelmaydi. Mana buxgalteriya, o'sha buxgalteriya deganda mana shotlar bilan ishlashni avvalambor odam o'zini ustida ishlash kerak. Mana shu 1S darsliklarida buni biz etap-etap hammasi o'rgatib ketamiz. Agar e'tibor berib o'rganib tursanglar, Xudo xolasa, juda kuchli buxgalter bo'lib ketasizlar, nasib. Xo'p, mana shotlar bilan ishlash shunaqa bo'ladi. Agar bu yerda misol uchun bizda benzin kelgan ekan, bu yerda любой material kelishi mumkin. Misol, ishlab chiqarish kerak bo'lgan material bo'lsa, 10 ga olamiz yoki ruchka, puchka keladigan bo'lsa, 18 ga olamiz yoki asosiy vosita ham sotib olinishi mumkin. Yoki какой-то bir suv, прочий material 19 ga olib qo'yishimiz mumkin. Biz e'tibor beradigan joyimiz bu yerda tovar summasi va поставщики, mana bu bez NDS yoki NDS liga, bu yerda shot uchodi va mana bu yerda har doim shotni tanlab turish kerak. Shotni shot 40-30 va kimga avans berilgan bo'lsa, o'sha odam ismi tanlanishi kerak bo'ladi. Proversiyada kirit qilamiz va o'zimiz uchun metka qilib qo'yamiz. Mana 1S ga kiritildi deb. Bunga qisqa ammo juda ko'p kerak bo'ladigan darsligimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xudo xolasa, onlayn darsliklarimiz davom etadi. Bizani kuzatishda davom etinglar.